Assalomu alaykum. Mana shu yoqda yangi parkovkamiz bu, ikkinchi parkovka. Bu parkovkada chasavoy to'lanadi. U yangi noldan bo'lgan parkovkada ob'yom beriladi. Assalomu alaykum YouTube ahli. Yaxshimizlar, tinchmizlar, aka-ukalarimiz. Sizlarga ish chiqaryapman. Bu ishimiz Krasnodardan bo'ladi. Moskva, Podmoskva emas, Krasnodardan. Monolit ishi bo'ladi, do'stlar. Videomizga bitta like bosib qo'yingizlar. Brigadani tanishtirib o'taman. Davud aka bo'ladi ismlari. Tojikiston, Xatlonsk oblast, 8-mart degan joydan. Bemalol ekrandan nomerlarga bog'laningizlar. 8-mart qishlog'idan Davud akamiz ishlarni chiqarib boramiz. Monolit shu ob'yomga har 3 kunda, 4 kunda rasxod qiladi. Bundan tashqari ish joylari ko'p. Hamma joyda har xilda pul rasxod qilinadi. Borib ishlashlaringizni tavsiya etib qolaman. Dokumentlaringizni qilib beradi, yordam qiladi. Boringizlar, ishlangizlar. Krasnodardan kuzatib turganlar bemalol svязga chiqib ishga borishlaringiz mumkin. Ish joyida videosini qo'yaman, Davud akamiz telefon raqamini qo'yaman. Bog'laningizlar. Ma'qul kelsa boringizlar. Sartaroshxona ochyapti yangi, ochgan. Soch oladigan sartarosh akamiz kerak bo'ladi. Oramizda bizni kuzatib turgan sartaroshlar bo'lsa, sartarosh akalarimizga ham ish joylari mavjud, soch olish bo'yicha. Telefon qilasizlar, kelishib, gaplashib, borib gazini bosib ishlaysizlar. Ish joyida video davomida ko'ringizlar, ma'qul kelsa like bosib qo'yingizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketingizlar. Sizlarga yangilik chiqarib boramiz. Hozir biz yangilik yurityapmiz kanalda. Telegram kanalimga kommentariya qo'yib ketaman. Onlayn bilet sotish yo'lga qo'ydik do'stlar. Onlayn bilet Hasonjon degan Telegram kanalimga kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Yangiliklardan shu hozircha. Kimgadir bilet kerak bo'lsa, bemalol svязga chiqasizlar. Bilet sotadigan akamiz telefon nomeri qo'yilgan. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, Telegram kanal orqali bilet onlayn ishlaringizni hal qilib, biletlaringizni olib, dunyoni xohlagan joylarga uchib ketishlaringiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tay, bu nomer boshqa hujjat masalasi bo'yicha Moskvada yurgan, Podmoskvada yurgan musofir aka-uka opa-singillarimiz uchun patentlaringiz kuymasligi uchun hujjat masalasi bo'yicha xizmatlar yo'lga qo'yganmiz. Bemalol Elmurod akamizga aloqaga chiqib, muammolaringizni hal qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Mana cheklovlar kerak. Chasavoy ishimiz bor. Parkovka, ikkita parkovka, bittasi 0 dan 0 har tarafda. Bu bo'lsa eski parkovkamiz. Bu yerda chasavoy to'layman. 0 dan bo'lgan parkovkada ob'yomga beriladi. O'zbekistondan keladigan bolalarga dokument, yo'l puli hammasi qilib beriladi. Dokument, yo'l puli qilib beriladi. Brigada faqat opitni brigada kerak. Tolka bir malyarchik to'planib bu yerga kelishini kerak emas. Faqat opitni brigada O'zbekistondan keladigan bo'lsa, yo'l puli polni rasxotini ko'taraman. Shu o'zining olib kelgan brigadiriga quloq solib keladigan brigada bo'lsa, men puliga 100% pulni beraman. Hamma rasxotini ko'tarib, hamma rasxot sharoitini qilib beramiz. İşte bilmaydiganlar kelib o'tirmasin. İşte bilmaydiganlar, mana altdan xabari yo'q bolalar kelib o'tirmasin. Unday brigada kerak emas, ish bilmaydigan brigadalar. İşte biladigan brigadalar kelsa, lobbay sharoitini hammasini qilib beramiz. Ish bilmaydigan odam o'zini ham aldab, bizni ham aldab kelib o'tirib, bu yerda ikki kishini ham tashvishga qo'yib qo'ymasin. Qisqasi xohlasa ish biladiganlarga, ish biladigan brigadaga xohlasa kunlik beraman, xohlasa ob'yomga beraman. Ob'yomni ham har 15 kunda yopib beraman. Period avans ham beraman. Чтобы 15 kun zalog o'zida turib turadi, чтобы spokойно ishlash uchun. 500 ming, 600 minggacha avans beraman. Faqat to'lka ish biladigan odamlar telefon qilsin, iltimos sizlardan. Ishni biladigan seryozni brigada kerak. Noto'g'ri tushunmangizlar, ish biladigan odam kerak, to'lqa. Ishni biladigan, montajdan, polni komplekt brigada bo'lsa, puldan problema yo'q, so'zdan problema yo'q, hammasini bajaramiz.